Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bakri. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Bugun biz ajoyib g'aroyib toshlar bilan qoplangan, manzarasi o'zgacha eng cho'ng g'alit tosh jilg'isi bilan tanishib chiqamiz. G'alit tosh jilg'isi bizni o'zgacha manzaralari ham o'ziga yoshirilgan sirliq hikoyalar bilan bizni o'ziga jalb qila oladi yo'q. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Şinjan, Asiya Avropa cho'ng quruqligining markaziy qismiga joylashgan bo'lib, qadimgi Ipak yo'lidagi muhim o'tam bo'lib hisoblanadi. Uning sharqi shimoliy Mongoliya bilan shimoliy va g'arbiy shimoliy Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq 4 davlat bilan, g'arbiy janubiy Afg'oniston, Pokiston, Hindiston qatorliq davlatlar bilan chegaralanadi. Mana mushu qadimgi Ipak yo'lida shakllangan tosh jinslarining g'aritaligi va shakllarining har xilligi bilan o'ziga jalb qilayotgan bir joy bor. Assalomu alaykum hurmatli televizor yaxshimsizlar. Men hozir Bo'rtala shahrining Jungo Qozog'iston chegarasiga joylashgan Qo'ytash manzaralik rayonida turibman. Unda bo'lsa bu Qo'ytash nima uchun Qo'ytash deb atalib qolgandi? Bu Qo'ytash manzaralik rayonining yana qanday aloyligi bordi? Bu mazmunlar qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda olsun. G'alit tosh jilg'isi Bo'rtala shahridan 38 kilometr yiroqlikda joylashgan. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintani 5-shisining tavalligida bo'lib, sharqi shimoliy qismining Alotov eg'izi bilan bo'lgan orlig'i 26 kilometr keladi. Umumiy egilingan yer ko'lami 230 kvadrat kilometr. Bu hamda tog' sistemasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu Şimal Tangritog'ining ichidagi Alatov tog'ining pastaq idirlik qismiga joylashgan. Bu o'rinninki yillik o'rtacha havo temperaturasi 5,5 Selsiy gradus, yillik o'rtacha o'liq miqdorining o'zi 181 mm, yillik parga aylanish miqdorining o'zi 1560 mm atrofida. Ya'ni parga aylanish miqdori o'liq miqdorga qaraganda nechasi ko'p. Qo'ytashniki terakti degan cho'qqisini hisoblaganda bir yoyi shaklda, bundaq yoyi shaklda oyog'i berib, shu tövanga bundan har bir jilg'idan chiqqan sular tövanga tushadi, janubga qarab oqadi. Endi har bir jilg'iniki o'z oldiga ismi bor. Masalan, Kangbuloq, Qizilsoy, Oqsoy, Jo'nbuloq, bu Yampash buloq degan ma'noda shu 5 soydan chiqqan suv bu yerdan eqib hozirgi 89-tonniki o'rniga tushadi bu suvlar. Tog' bag'riga shikirlab kirgan seri yumaloq, egiz, elipis, so'zuq holatdagi har xil shakllik g'alit toshlarni uchratqilib oladi. Ko'pincha g'alit toshlarning sirqi yuzida ro'shan holda yumaloq o'rak shakllanib qolgan. Shamol chiqishi bilan bu yerda har xil g'alati ovozlar chiqadi. G'alit tosh jilg'isi yana Qo'ytash deb ataladi. Qo'ytash so'zi qozoqcha so'z bo'lib, qo'yga o'xshaydigan tosh degan ma'noda ekan. Demisimi butkul jilg'iga qaraydigan bo'lsak, ba'zi toshlar yiroqdan qarasa, bir to'p qo'y patisiga o'xshaydi ekan. Mushu jilg'ilardagi toshlarning ko'rinishidan qaraganda o'zi yetib
qo'sqa to'yab yetib qolgan qo'yliga o'xshash o'zi tosh shunday shaklda ko'ringachga shu shakliga qarab buni qo'ytosh deb atagan qo'ytosh deb atagan buning endi tarixiy ahvoldan qaraganda eng dastlabda qozoqlar kelib o'rlashgan bu yerda ota bobosidan tortib mol boqqan chorvachilik bilan shug'ullangan bu qo'ytosh o'zi 40 mingdan oshiq mol chorva yaylaydigan yaylaq asli yaylaq o'sha qozoq chorvachilar shu o'rindagi yaylaqqa tayinib chorvachilik bilan shug'ullangan G'alit tosh jilg'isi manzaralik rayonini tabiat ata qilgan tosh bog'chisi desakmi bo'ladi. Har xil hayvonot va odam obrazlari sonining ko'pligi, shakllanish alohidaligi bilan bizni xuddi ajoyib sirliq bir bog'chaga kirgandek hissiyotga keltirdi. Har bir g'alit toshga ajoyib sirliq hikoyalar yoshiringan. Bu yerda obrazliq toshlar intayin ko'p. Shakllanishi alohida. O'zgacha xoslikqa ega bo'lib, tosh qal'a, tosh burgut, taygan, dengiz delfini, odam beshi iskeleti, qavan, maymun qatorliq hayvonlarga o'xshaydigan g'alit toshlar bor. Bularga sinchilab qaraydigan bo'lsak, haqiqatan rostdekli ko'rinadi. Xuddi usta haykaltarash o'z qo'li bilan o'yib chiqqandeklar tabiiy va obrazli. Endi bu g'altash jilg'isining o'ziniki tog' jins xususiyatini ilmaydigan bo'lsak, bu o'rnimizga keng doirada granit tog' jinslarining o'zi yer yuziga ishilib qolgan. Bu granit tog' jinslarining o'zi qattiq bir jins. Bu granit tog' jinsining o'zi qattiq bo'lishga odatda suv o'tkazmaydi. Su o'tkazmagandan keyin yomg'ir yoqqandan keyin sularning o'zi yomg'ir suvlarining o'zi tizlam bo'lgan yer usti yiqinlarini paydo qildi. Yer usti yiqinlarini paydo qilib bu tog' jinsini yalashib bordi. Andan keyin tog' jinslarininki bu yuzlarimiz silliq bo'lmaydi buning. Ba'zi o'rinlari egizroq, ba'zi o'rinlari paqaroq degandek. Bu salbal ozgal o'rinlar bu yomg'ir suvlari to'plash yo'lida to'plashilib bu o'rinlarni eritish bilan shu eg'iz buru odamning ko'zlariga yoki hayvonlarning ko'zlariga o'xshash Müşte bir ko'rinishlar paydo qilgan. Shuningdek bu yerda pilga o'xshash ko'rinishlar bor, qo'yga o'xshash ko'rinishlar bor, kaptaga o'xshash ko'rinishlar bor, degan o'xshash nurg'un ko'rinishlar bor. Buning o'zi biz sirti shunday qarasa biz o'qishdimiz buningga. Ammo shuningki ko'z burun qismlarining o'zi ana shunday qilib ozgal o'rinlarning o'ziga sular yig'ilib qolgan bu sularning o'zi bu eritishib qolgan. Eritishib berish bilan erigan modlarning o'zi keyin suv bilan eritib ketgan bu yerda ozgal o'rinlar paydo bo'lgan. Ham tog' jinsininki bir tog' jinsi degan o'zi nurg'un minerallarni tashkil etgan har bir mineralninki erish darajasi o'xshamaydi. Oson eriydiganlar erib ketgan, sal erish darajasi to'roq bo'lganlar bu yerda qolib qolgan. Shuning bilan tog' jinsining o'zida shunday jonliqlarninki ko'z, burun, eg'iz qatorliq mush alayda aks ettirilgan bir xil ko'rinishlar bu yerda paydo bo'lgan. Qo'y toshdan qo'yga munosabatlik nurg'un tipik vakillik toshlar va hikoyalar bor. Mən hazır qoytaş jilg'isining o'ttirida turyapman. Mana bu keynimda tug'an qo'yning obraziga o'xshaydigan mana bu tosh bo'lsa, mishadagi toshlarning eng tipik vakili bo'lib hisoblanadi. Bu keynimiz qaragan bo'lsak, og'zi bu qo'yniki, quloqlari shundaqmi bir ro'sha oldi ifodalangan. Bu yerga qo'zichoqning bahor naslishi deb ism qo'ygan ekan. Qo'zichoq to'g'risida xalq orasidami sirliq bir hikoya taqalgan ekan. Burungi zamonda Ibnur ko'li atrofida chorvachilar yashagan ekan. Ularning nurg'un qo'y podalari bo'lgan ekan. Buning orasida bir aqlli qo'y bo'lib, bir qitimliq bo'rilar to'pi bu yerga kelganda ma'rabdi. Başqa qo'ylarmi uningga agishib, ma'rab chorvachilarga shapi beribdi.
Çarvıcılar mərgən avazdan dəl vaxtida xəbər tepib, dərhal böğrülər topu bilan keç gündüz elişibdi. Və nurgun qoy padıllarını saqlab qaptı. Biroq əfsusnarlığı heliqi xəbər bərgən qo'zichoq o'lib ketdi. Çarvıcılar bu aqlli qo'zichoqni əslab turish uchun uni mushu toshning ostiga ko'mgan ekan. Biroq u o'lib ketgan bo'lsa-mu, har qitim bo'rilar to'pi kelsa, mushu tog'dan qo'yning uzoq mərgən ovozi anglanib, çarvıcılarga xabar yetkazdi ekan. Yillarning o'tishi bilan bu toshda qo'zichoqning obrazi tabiiy shakllanib qoldi. Keyin kishilar bu joyni xislatlik qo'y teshi debmi atishyapti. Qo'yga o'xshaygan shakllar turibdi. Bu shakllarning shakllanishining ustidan nurg'un rivoyatlarni buningda parazdan o'tirib qo'ygan. Bularning hammasi faqat kishilarning bu paraz. Bu xiyol paraz. Buning hech qanday ilmiy asosi yo'q. Buning bir ilmiy asosi bu. Faqat buning hammasi bir narsa shamol bilan shu yer usti iqlim suvlarining yolishdan paydo bo'lgan bir yer shakli. Onundan başqa g'alit tosh jilg'isining boshqa joylariga qaraydigan bo'lsak, ko'pincha hayvonotlarning ko'zi va burni aniq ifodalangan hayvonot beshiga o'xshaydigan toshlarni uchirtamiz. Ba'zi kishilar bu yerni burungi hayvonotlarning tosh qatmillari deydi ekan. Undaqda haqiqatan shundaqmidi yoki boshqacha ahvol bormidi? Taz diqqat qilib qarsak, bir qo'yning ko'rinishi chiqib turibdi bu yerda. Qo'yning ko'rinishi chiqib turibdi. Mana mush kishilar mush qo'yning ko'rinishi musholatiga qarabla buni tosh qatmis desak bo'lamdi deb qolganda. Bu bir tosh qatmis emas. Buni o'zimiz dast diqqat qilib qarsak, mana mush toshning granchasining ustida bunlar suvning oqqan yo'nalishlari ko'rinib turdi. Ko'ryapsizmi? Suvning oqqan yo'nalishlari ko'rinib turdi. Bu chunki granchas nayt qattiq bo'lgan bo'lg'achqa, suv buning singmaydi buningga. Suv singmagandan keyin ishtiqlan bu granchasning ustida yer usti iqlimni paydo qilgan. Yer usti iqlimlar paydo bo'lgandan keyin al granchasning usti qarang shu ozgaliya turishini va granchasning hamma yer tap-tap siliq bo'lmaydi buni. Biz o'ymay yerlarga suv yig'ilib olgan, suv yig'ilgan suv taqdisining ichidagi oson eriydigan minerallarni eritib ketib qolgan, shu o'ymalikqa bo'lgan chunqurlashgan. Andan keyin bu taqdisning yuzlarida yuqori ko'plab o'tgan temperaturaning jildiq so'tliq farqlar ta'sirini nurg'un har xil yo'nalishdagi nima ajramlarning o'zi yeriqlarni giralishib ketganda shu ajramni giralishib ketgan yeriqlarni bo'ylab bu yer yuzini bo'ylab iqlimlarning shu yeriqlarni bo'ylab eroziyalagan. Uningdan keyin bu shamol bu o'rinlarning shu yeriqlarni bo'ylab andan keyin yalashib qolgan. Mana shu iqlim suv shamolning bir-birisiga moslashgandan yalash natijasida mana shular tog'jiston yuzida har xil ko'rinishlar paydo bo'lib qolgan. Vaqtning o'tishi bilan bu yerda saqlanib qolgani faqat g'alit toshlar bo'lib qolmasdan, balki tarixdan buyon bizga xabar yetkazib beradigan qadimgi balballar va qiyotash rasmlari. Ular hozirgacha yaxshi saqlanib kelmoqda. Onundan boshqa bu yerda oq terak, jig'an, seriq gullik qo'ray, cho'ng pichan gul, aman qo'ray qatorliq daraxt va o'simliklar bor. Undan boshqa suv bo'yining atrofida qo'shmoq o'rdak qatorliq yovqishlarmi ko'p bo'lib, g'alitichilg'ining ekoloylik muhitiga husn qo'shgan. Başqa hamda o'simliklari bu tog'ni nayt qilin qaplagan bo'lib, buningda qarag'ay, qizil mevalik, qarg'an, qaraqat qatorliq mushunda çatkal o'simliklar har bir jiroda nayt ko'p. Çatkal o'simliklar. Onun boshqa kichik chorvachilikqa foydali bo'lgan mol boqilganga jo'san degan cho'ppa tog'niki shu ishini qaplagan dori o'simliklarimi bor. Buning ichida beymo bor degandek. Endi egiz tog'ning ustida ular degan qushlar bor. Ular o'zi havo rayoniki havo rayoni belgilagan qush. Ular qarab bu yerdagi chorvachilar havo rayonining yo'nalishi qanday bo'lganligini bilib ola oladi.
İnsanlar dünyasındaki meyli medeniyet yadigarlıkları bolsun ve yaki sırlık tabiat hadislari bolsun, hemmisi bizning tadqiq qilishimizni ve asırışimizni talep qiladi. G'alit tosh jilg'isi Yiroq tog' rayoniga joylashgan. Onun ustiga o'rni chegara rayonga yaqin bo'lg'achqa, kishilarning ko'pinchisi bu yerni bilib ketmaydi. Shunga bu joy bir qadar yaxshi qo'g'dalgan joy bo'lib hisoblanadi. Hem bu koytaşçılıkçılık'ın özü hazır dep ötkettik memleketimiz boyunca emas, bu Asiya boyunca en çoğun boğan bir alayda halatdaki şimalının yalıştığın payda bolan alayda bir gerçek tipi bir alayda bolan bir jılga bu. Bu orundaki olmuş alayda bolan şu galit taşlarının özü uzun müddetlik geologiyalik tarihi jarayonlarda şu orundaki tağcınız şamal yağmurunun ortak ta'sirida paydo bo'lgan bir gerçeklik. Bunu odatda qisqa muddatning ichida paydo bo'lgan narsa emas. Bunu insonlar yasabma bundaq keng o'rin yasab bo'lmaydi. Bu migrant jinsining ustida. Ham buning hozir bu gerçeklik davamlı rivojlanayotgan bo'lishqa biz ko'rinib turibdi. Nurg'un hayvonotlar ko'rishning masalan burun tumshul qismlarimizda bu shamolning yalishlarsi naat inchikirib kichik qolgan. Agar insonlarning paligi sel kontrol qilmasak, bu o'rin buzilib ketsa, bu o'rinni qayta, ya'ni shu o'rinning o'zidan qayta paydo qilolmaydi. Asli bor bo'lgan bu kishilar qiziqayotgan mush ko'rinishlar butunlay yo'qolib ketadi bu. Qo'y tosh g'alit tosh jilg'isi elimiz ichi sirtiga dangliq 4A darajalik manzirlik sayohat rayoni. Bu joy mamlakatimiz bo'yicha eng cho'ng tabiiy tosh qatmalari muzeyxonasi deb bekitilgan. Bu sirliq tosh qatmalar bizning texmi cho'nqur tadqiq qilishimizga va qo'g'dishimizga muhtoj. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rgan rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.